Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Mana hozir o'ngga chapga aylanishini mana. Bunisini o'rgataman hammaga. O'zbekistonda. O'zbekistonda va hech kim bilmaydi. Xullas ketdi. Mana ikkita ulangan, ikki chetidan ulanib, permichka bo'lgan, mana qarama-qarshi. Bu rabochini bittasi, yana ikki chetdan mana ulangan, ikki chetidan ulanib, bu ham rabochini ikkinchisi bu. Tak, puskovoy mana puskovoy. O'rtaga ulangan, mana tok bilan qo'shilib ulanadi. Mana tok 220. Bu puskovoy. Ikkinchi o'rtadagi mana ikkinchisi. Bu bitta tok ulanadi promoy, kondensator через kondensator qo'shilib ulanadi. Kondensator ikkinchisini promoy shunday birdaniga puskoyga ketadi. Motorda puskoyga ketadi. Tak. Bo'ldi mana shunday, mana shu sxemada ulanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.